Masjidni yonida yashashga yo'q demaysiz-a? Yana sentrda, atrofida maktab, bog'cha, institut, davlat idoralari, savdo markazlari bo'lgan. Undan ham zo'richi, tinch, bolalaringiz ko'chaga chiqib o'ynasa ham xavotir olmay o'tiradigan, sokin joyda yashashga aniq yo'q deya olmaysiz. Shunaqa bo'lgandan keyin avval like'ni, keyin gazini bosing. Bu yer turgan bitgani afzallik ekan-u. Nimaga desangiz, xuddi shunaqangi yonidagi kottej ham sotilar ekan. Ya'ni aka-ukam, opa-singlim bilan qo'shni bo'lsam edi deb yurganlar uchun ayni muddao. Bitta maslahatlashib olishsa keyin bir umr birga yashayverishadigan joy ekan. Umumiy maydoni 2 sotix joyga qurilgan, 7 ta xonasi, 3 ta sanuzeli bor ekan. Bino korobka holatida, lekin keyingi bosqich dizaynerlari chizmalari ham tayyor. Alohida pul sarflab dizayner chaqirmas ekansiz. Gaz, svet, suv, kanalizatsiyada muammosi yo'q. Narxini esa 85 ming kami bor deyishmoqda. Ekrandagi nomerlarga bog'lanib, savdoni pishitaverasiz. Manzil esa Qo'qon shahar G'ishlik masjid yaqinida joylashgan. Shunaqa sharoitdagi joyni masjid yonidan uy axtarayotgan tanishlaringizni hammasiga yuborib qo'ying.